Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Buxoro viloyati Qorako'l tumani Qozon mahalla fuqarolar yig'inida 57 78 54 57 54 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda talqon ekilgan, maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 100 metr, bo'yi 100 metr. Bu yerda ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 0,33 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun Lidiy tadbirkor Istiqlol Sunnatbek ishlab chiqaruvchi kooperativ biriktirildi. Ushbu loyiha har bir gektardan 3 tonna, jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadi yanada oshib boriladi.